O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita bilan hamkorlikda o'tkazib kelinayotgan namunaviy amaliy tadbirlarning navbatdagisi 12 noyabr kuni Xorazm viloyatining Urganch tumanida o'tkazildi. Tadbirga O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Zayniddin domla Ishonqulov boshchilik qildilar. 11-12 noyabr kunlari O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Zayniddin Ishonqulov hamda idora bo'lim boshliqlari Islomiddin Zuhriddinov, Muzaffar Kamolovlar viloyatimizda xizmat safarida bo'ldilar. 11 noyabr kungi safar davomida imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslar holidan xabar olish maqsadida Xiva shahrida joylashgan Muruvvat uyiga tashrif buyurishib, u yerda yashayotgan fuqarolarga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida bir dona rangli televizor, bir dona muzlatgich, 2 dona kir yuvish mashinasi hamda kiyim-kechak va maishiy anjomlar jami 31 million 50 ming so'm miqdoridagi mahsulotlar hadya tariqasida topshirildi. Muassasada yashab davolanayotganlar va mehnat jamoasiga mustahkam sog'lik, oldindagi ishlarda muvaffaqiyatlar tilab, ezgu duolar qildilar. Uchrashuv mehr-muruvvatga muhtoj tarbiyalanuvchilar qalbiga shodlik, quvonch bag'ishladi. Shundan so'ng yangidan qurilayotgan Xiva shahridagi Said Niyoz Sholikor masjidi hamda Bog'ot tumanidagi Erali Ishon bobo masjidlarida olib borilayotgan qurilish bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdilar. Tashrifning ikkinchi kuni diniy idora rahbariyati viloyat bosh imom xatibi Xayrulla Abdullayev bilan birgalikda Imom Faxriddin Ar-Rozi Islom bilim yurti ustoz va talabalari bilan uchrashuv o'tkazdilar. Hamda Qur'on va tajvid kursi faoliyati bilan tanishishdi. Safar rejasiga muvofiq 12 noyabr kuni Urganch tumanidagi Hazrati Shahobiddin bobo masjidida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda viloyat vakillik rahbariyati, shahar va tuman bosh imom xatiblari, ota-onalar hamda Haj 2025 ziyoratchilar va mahalla raislari qatnashdi. Ishchi guruhning vazifalari taqsimlab berilib, Zayniddin Ishonqulov amalga oshiriladigan ishlar ko'lami, hamkorlikning muhim jihatlarini tushuntirdi. Maqsad imom xatibning ma'naviy-ma'rifiy hamda masjidni boshqarish yo'nalishlaridagi faoliyatini yaqindan o'rganish, ular bilan birgalikda namunaviy tadbirlar o'tkazish, ularga amaliy ko'mak va maslahat berishdan iborat ekanligi ta'kidlandi. Yig'ilishda ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanish, masjid Telegram guruhlarini rivojlantirish, ma'rifiy materiallarni ko'paytirish, imomlar va yoshlar o'rtasida yaqin munosabat o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Ishchi guruh a'zolari tumanning 15 ta masjidi va 20 ta mahallasiga biriktirildi. Masjidlarda hujjat yuritish holati o'rganildi. Bosh ota-onalar va hojilar bilan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar rejalashtirildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati Urganch tumanidagi Hazrati Shahobiddin Xo'ja bobo jome masjidi atrofiga manzarali va mevali daraxt ko'chatlarini ekishdi. Aytishimiz kerakki, Xorazm viloyatida diniy ma'rifiy sohada olib borilayotgan ishlar bu tahsinga sazovor. Chunki viloyat bosh imom xatiblar, boshchilik imomlarimiz ahil, inoq birgalashib turli aytaylik jamiyatimizdagi muammolarni bartaraf etishligida xizmat qilyaptilar. Respublikamizdagi barcha mahallalar, masjid imom xatiblarimiz bugun nafaqat masjid imomi, balki masjidning atrofidagi mahallalardagi odamlarimizning hayotiga ham mas'ul. Ularni aytaylik dunyo qarashini sog'lomlashtirish, kelishmay turgan oilalarni kelishtirib qo'yish, ajrimni oldini olish, aytaylik bir o'rtasida nizo o'tgan qo'shnilarni yarashtirib qo'yish. Ayniqsa yot oqimlar ta'siriga tushib qolishlikni oldini olish kabi masalalarda bugun hamkorlik qilyapmiz. Bu tajriba juda chiroyli davom etyapti. Shu bilan bir qatorda mana hojilarimiz hajda alohida tashabbus qabul qilganlar. Biz O'zbekistonimizni tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari bo'lamiz deyishgan. Bugun hojilarimiz ham saflarimizga qo'shildilar. Mana biza bugun aytaylik Urganch tumanidagi 20 ta mahallaga chiqyapmiz. 20 ta mahalladan eng kamida 5 tadan muammoli oilalarni o'rganib, ularga yaqindan yordam beryapmiz-da. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli bir natijalarni beryapti. Qanchadan qancha ajrim yoqasida turgan oilalarni yarashtirib qo'yyapmiz. Yoshlarimizni ota-onasiga bugun hurmatini oshiryapmiz. Qaynona, qaynotalarni, kelinlarni o'zlarini qizlaridek ko'rishlari lozim ekanligini tushuntiryapmiz. Kelisholmay qolgan qo'shnilarni yarashtirib qo'yamiz. Xudoga shukr, bizning millat ajratayotganimiz yo'q. Din ajratayotganimiz yo'q.
millatidan, dinidan qat'iy nazar O'zbekiston fuqarosimi, O'zbekistonda bir oila farzandlariday ahil, tinch, farovon hayot kechirishimiz uchun o'zimizni qo'limizdan kelgan bir xizmatlarimizni qilyapmiz. Bugun Xorazm viloyati mana shunaqa savobli tadbirlar davom etmoqda. Birinchi yo'nalishda Imom Xatib va Otinoyilar mahallalarida Haj 2025 ziyoratchisini ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga jalb etdilar. Birgalikda kamida 5 ta muammoli xonadonga tashrif buyurib, aholining fikr va takliflarini tingladilar. Imom Xatiblar 7 toifaga mansub 100 ta oilaga, Otinoyilar 2 toifaga mansub 20 ta oilaga, umumiy hisobda 120 ta oilaga kirilib, ma'naviy ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. 6 ta xonadonda yod g'oyalarga moyil shaxslar bilan suhbat olib borilib, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar borasida suhbatlashildi. Er-xotin, aka-uka, ota-bola, qaynona-kelin o'rtasidagi kelishmovchilik va janjallar sababli notinch bo'lib turgan 5 ta oila o'rganilib, ularga nasihat qilindi. Notinchlik sabablarini bartaraf etish, arazlashganlarni yarashtirish choralari ko'rildi. 4 ta holatda arazlashgan, janjallashganlar yarashtirildi. Uy-joy, mol-mulk, meros talashganlar murosiga keltirildi. 11 ta holatda oilaviy ajrimlarning oldini olishga harakat qilindi. 5 ta holatda oila buzilishining oldi olindi. 49 ta xonadonda ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lganlar bilan suhbat olib borildi. Ularni qiynab kelayotgan savollarga javob berildi. Ruhiy ma'naviy barqaror bo'lish yuzasidan tavsiya va maslahatlar berildi. Nogiron va kasalmand, ehtiyojmand fuqarolar, shuningdek, tabarruk yoshdagi qariyalar yashaydigan 23 ta oilalarga kirilib, ulardan ko'ngil so'raldi, sovg'a salomlar berildi, davolanish va dori-darmon uchun moddiy yordam ko'rsatildi. Homiylarni jalb qilgan holda ehtiyojmandlarga oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-ro'zg'or buyumlari tarqatildi. Ular orasidan o'ta nochor bo'lganlarning moddiy ta'minotidan xabardor bo'lib turish rejalashtirildi. Ikkinchi yo'nalishda Imom Xatib faoliyati, hujjat yuritish va masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish jihatlari ko'rib chiqildi. Uchinchi yo'nalishda ishchi guruh namozxonlarga tinchlik ne'mati, yosh avlod tarbiyasi, yod g'oyalar ta'siridan saqlanish, missionerlik, isrofgarchilikning oldini olish, bid'at xurofotlarga chek qo'yish, to'y, ma'raka va marosimlarni qisqa hamda isrofsiz o'tkazish kabi mavzularda ma'ruzalar qilindi. Unda 1420 dan ortiq tinglovchi namozxon qamrab olindi. Tadbir yakunida masjidlardagi kamchiliklarni bartaraf etish va imom xatiblar faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shundan keyin O'zbekiston musulmonlari idorasi o'rinbosari boshchiligidagi ishchi guruhi yangi qurilayotgan G'oyibota masjidi hamda viloyat vakilligi binolarida olib borilayotgan qurilish va bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdilar. Go'zal inshoot bo'layotgan ekan. O'ylaganimizdan ham ziyoda chiroyli bo'lib, belgilangan rejalardan ham oldinroq bitib, ko'p asrlar, ming yillab mo'min musulmonlarimizga, namozxonlarimizga xizmat qilsin u majlis havoyiga bugun xizmat qilayotganlar muyassar bo'lib yursinlar. Allohumma yassir lana umurana, umura dunya val oxirati va tammim lana bil xoyr bi rahmatika ya arhamar rohim. Baraka topinglar, rahmat hammadan.